Assalamualaikum qarindoshlar. Hozirgi vaqtimiz xayrli bo'lsin. Hozir darsimiz boshlaymiz. 25 darsini so'zlab bo'lgandik. Voy, bu 25ni so'zlab bo'lmadikmi? So'zlab bo'lmabdik tehi. 25 katta qaras. 25ni so'zlab bo'ldik deb o'tiribman. 25 darsi katta qabollar. Lesson 25. Oldingi dependent Mr degan gap erliga qartagan efendim degan gap. Endi Miss degancha bu to'y qilmagan qizlar qartildi. Miss degan to'y qilmagan qizlar qartildi. Endi Misssiz degancha bu odatda erva odamlarga qartildi. Erva ayollar qartildi. Erva ayollarga Misssiz deymiz. Misterninki ayol degan gap ham Misssiz degan gap. Yani erva ayollarni Misssiz deymiz. Masalan, Missis degan gap Sims xonim, ya'ni Mister degan degan gap, yani yo'ldoshi bor, eri bor deganlikni ko'rsatadi degan gap. Agar mislan bo'lsa, u yo'q bo'ldi. Yo'ldoshi yo'q yoki bo'yta qiziq qizig'ala yoki ajrashib ketgan ayollar bo'lsa bo'lyapti degan gap. Endi Missis degan shu eri va ayollarni ko'rsatadi degan gap. Sims degan gap yana erning ayolning ismi. Sims degan gap endi ayolning egrik kelishi, ayolning egrik kelishi. Yani Simsizning demakchi, yani olimiz degandek olimning, yolqinnis degandek yolqinning degandek. Kitchen degan gap oshxona degan gap. Missis kitchen. Kitchen degan gap oshxona, kitchen. Refrigerator degan gap to'nglatqi degan gap, to'nglatqi, ya'ni muzdolab degan gap turkchada. Right degan so'zni o'ng taraf degan. Oldingi o'tgan darsimizda degandik, right deb, o'ng taraf deb. Elektrik degan gap elektrlik degan gap, elektrlik. Elektrik. Lift degan so'z left. Lift demasken left. Left degan gap right ninki yani o'ng va so'l degan gap. Left, so'l taraf. Cooker degan so'z oshxona tamoq yetilgan nimani cooker deymiz. Endi ma'lummi? Kitchen oshxona, refrigerator yani to'nglatqi, right o'ng taraf, elektrik. Elektrik degan gap elektronlik demakchi. Elektronlik. Tok ishiltadigan demakchi. Tok ishiltadigan elektronlik demakchi. Left degan gap so'l taraf degan gap. Left. Hammasi ism emas, left, right deganlar ism. Ma elektrik degan so'z adiji, ya'ni sifatlamdi bu. Ma kitchen degan bu ism. Cooker degan gap nima? Tamoq qiladigan narsani ko'rsatadi. Tamoq qiladigan qozon, qumush, jabduqdan hamma tamoq qiladigan nimalarni, uskunlarni cooker. Endi middle degancha o'ttirisida degan gap. Masalan, A nuqta bilan B nuqtaninki orasi degan orasi desak middle degan gap. Endi buning qap o'ttirisi demoqchi bo'lsak nima deymiz? A bilan B nuqta bor. Ikki nuqtani tutashtirgan siziq bor. Ash orliqni A bilan B orliqni middle deymiz. Endi ashning qap o'ttirisini in the middle deymiz. In the middle degan gap qap o'ttirisi, ya'ni ya u yoqqa emas, ya bu yoqqa emas, dal o'ttirisi degan gap. Off degan gap ning degan oldin ning degan gap, ya'ni masalan a cup of tea desang, a cup of tea desang bir piyola choy degan gap. Bir piyolaning choyi demak, ya'ni choyning bir piyolasi degandek, ya'ni choydan bir piyola deb uyg'urcha. Ya'ni boshqa of degan gap ning degan gap. Room degan so'z uy degan gap. Uy, ya'ni bu
house'ning ichidagi shu o'rdalarni ko'rsatadi. Yana yataklar, yana har ayrim yakka bo'lgan hujralarni ko'rsatadi. Hujralar. Ba'zi masalan 5 yig'iz bo'lsa, 5 yig'izdan balkim cho'ngroqni mehmonxona qilish mumkin. Buni kichikroq kichkina yoki yatak o'rnida qilish mumkin. Tag'in birisini oshxona qilsa, endi keyin oshxona u ham bu yoq ayrilmadi. Endi oshxona degan uy silishdan burun, dizayn qilishdan burun, ya'ni uyni loyihalashdan burun qo'shib loyihalaydi. Uy silishdan burun loyiha bilan qo'shib. Endi kap degan gap kap, ya'ni masalan dunyo futbol lonkasi degan nima shuni deymiz, kap degan. Bu piyola degan. Piyola sanam bo'ldi yana bo'lsa. Kap degan shu lonka degan ma'nosi bor. Lonka. Bu faqat odam qo'ydigan lonka emas. Bizden dünya futbol lonkası açtı deyimiz var. Biz bu dünya futbol piyalası deyimiz bu lonka. Kap aşağıdaki kap. Endi bu long koyup davalaş lonka uymasa var. Kap dünya futbol lonkası degan aşağıdaki long koyuldu. Qağa vaqtda piyala degan ma'nosi bor. Ma koker desa ba'zi bir piyallar var. Ahırga iyi arını qo'shib etsa, oshni qildigan odamni ko'rsatdi degan. Masalan, officer degandagi mashinada ER bor degan. Shunga menda ko'p tushuntirishda koker degan kok degan gap tamoq, koker degan osh bezolmaydi, faqat osh tamoqni itadigan uskunlarni qatdi degan. Qozon, qumush degan. Qozon, qumushlarni ko'rsatdi. Endi bu Simiz xonimning uyiga kiramiz hozir. Uyga kirib, nerede nim bor, qanday o'rlashtirilgan deganlarni ochib ko'rib chiqamiz degan. Endi bu yerda buni da alohida diqqat qilganimiz bu yerda bor deganni oldin qidim degan to'q. There is. Bir narsa bo'lsa there is bo'ldi, ko'p narsa bo'lsa there are bo'ldi deb ko'rgan to'q. Shuni bilan birga yana onni mashq qilamiz. Bu onning o'qilishi ikki xil qiranglar. On deb o'qilganlar bor, ammo on deb o'qilganlar bor. Masalan, o harfi emas ma bu. Bizlar turklar on deb o'qiydi. On deb o'qimaydi. Shu uydanliqan to'g'ri topsam shuni devasan bo'ladi. On deb o'qiydiganlar bor, on deb o'qiydiganlar. On the table degan bor, on the table deb o'qiydiganlar bor deydi. Şu 10 chiqib qolsa, bu nim degan gap deb qilmani on o'qilaverdi, shiklisini tasdiqsan bo'laverdi. Boshlaylamsa, Mrs. Smith deganga ma th the talaffuz qilindi. Smith deganda Smith deb bir chiqqan s qo'shib ketdi. Smith ya'ni Smith xonimning demakchi. Smith kitchen deganga oshxona is small. Oshxonasi bo'lsa kichik deydi. Bu little ishlatmoqda oldin qitim little bilan smallning farqini degan. Bu little degan şey ko'lamjat qartga o'xshaydi, ko'lamjat. Little yani small degan ko'lamjat. Masalan, bunaqa large deganni tanglash keldi. Mrs. Smith's kitchen is small. Smith xonimninki nimasi oshxonasi bo'lsa kichik. There is. Bu yerda bor. There is. Nima ekan bu? There is deganga bu yerda bor. Bu bir tek şey ekan. Shunga there is a refrigerator. Refrigerator deganga to'nglatqich degan, ya'ni muzdulab. Bu yerda bo'lsa bir to'nglatqich bor. In the, yani bu yerda bo'lsa bir to'nglatqich bor. Nerede? In the kitchen. Oshxonada bo'lsa bir to'nglatqich bor deymiz. Endi bu yerda bu there is degan nerga ketdi? There is degan yo'q. Tarjima qilinmaydi. Amaliyot degan vaqtda deymiz. Bu yerda bir to'nglatqich bor. Nerede? In the kitchen. Oshxonada yani bir to'nglatqich bor dedim. The refrigerator bu to'nglatqich
The refrigerator. The degan gap aniq article. The refrigerator is white. Qaranglar, menda aniq artikel degan nima, aniqsiz artikel degan nima? Aniq artikel deganimiz aniq aniqligi so'zlagan tarafga, anglagan tarafga aniq bo'lgan narsalar qaratilgan ko'rish almashtirdi hammasi aniq artikel bo'ldi. Bu, u, avu, avlar degandek. Endi aniqsiz so'zlarni so'zlikcha nisbatan aniq so'zlikcha va anglovchi nisbatan aniq bo'lmagan. Anglovchi nisbatan texnikum aniq bo'lmagan, ammo so'zlikcha nisbatan tunji qatim ko'rishgan yoki anglagan bo'lishi mumkin deydi. Ammo anglovchi nisbatan aniq bo'lmagan şeylarga aniqsiz artikelni ishlatamiz. Masalan, mana there is a refrigerator. Chunki refrigerator degan so'zni tunji qatim ishlatmayman oshxonadagi. Endi bu yerda bir to'nglatqu bor degandagi to'nglatquni tunji qatim ishlatgan bu anglovchi nisbatan so'zlikcha nisbatan tunji qatimliq. Ya'ni bundan burun uqmaydigan. Endi bu chiqib bo'lgandan keyin bir to'nglatqu bor deb kallamizda ko'rdik. Endi the refrigerator degandikilar bu to'nglatqudan keyin eliq to'nglatqu oshxonadagi to'nglatqu deb anglovchimi kallasi paydo bo'lib qoldi. Aslında holatda bo'lsa aniq artikelni ishlatamiz. Agar kallasi paydo bo'lmagan bo'lsa, unda ishlatamiz. The book deb men aslan I read the book. Deb aslo men bu kitobni o'qiyapman. Bu asha the book naldi. The book degandan keyin asha anglovchimi, so'zlikchimi ikkisiga aniq bir kitob. Masalan, iz romani yana bir uyg'ur qirg'iz o'qigan bo'lsa, men o'qidim-da, u o'qidi. Shuna u ma'noda kitobni danglagandan keyin ko'rsatdi. Shundan I read the book. I wrote the book. Men u kitobni o'qigandim deymiz. Agar anglovchimiz aniq bo'lmagan bo'lsa, I read a book. Men bir kitob o'qidim. I read a book. Bir kitob. Qaysi kitobligini anglovchim o'qimaydi, hech qanday bir kitob o'qiydi. Ya Xitoycha o'qidim, ya inglizcha o'qidim, ya yaponcha o'qidim, ya uyg'urcha o'qidim, bir kitob o'qiydi. Ammo I read a book. The book deb I read the book deb bo'lsa, the asaga. Men bu kitobni o'qiyapman desa, bu kitob anglovchim nisbatan hali kitobni o'qiydi deb bildi. Aslında bu vaqtda aniq artikel bo'ldi. Agar ishqil taraf aydın olmasa, aniq artikel bo'ldi. Şu meyada birinci qitimda o'ni ishlatdi, ikkinchi qitimda dön ishlatgan. The refrigerator is white. Bu to'nglatqu bo'lsa, aq. Qaysi to'nglatqu? Oshxonadagi to'nglatqu degan. It is endi meyada nima iznaldi? It degan refrigeratorning almışı. Yani to'nglatquniki birinchi qitim ep bo'ldi, aniqsiz artikelda. Ikkinchi qitimda aniq artikel deb bo'ldi. Demak, uchinchi qitimda yana to'nglatquni ishlatishga kelgan vaqtda it deb ishlatamiz deydi. It is on the right dedim. On the right. Bu bo'lsa on the right. Right deganimizda o'ng taraf. O'ng tarafda deydi. On the right deydi, o'ng tarafda. It is on the right. O'ng tarafda. There is an electric. An electric nimish an oldi? Chunki menda suzuq tovush iyi bo'lganlik uchun uning oldi 5 ta suzuq tovush bo'lyapti. Ashundan boshlangan so'zlarning oldidagi miqdor so'zni bo'ladi. An bo'ladi deydi. Boshqasiniga o oladi. There is an electric cooker. Bu yerda bo'lsa bir elektrlik to'g'uchaq bor. Elektrlik bir qozon bor deydi. Nada? In the kitchen. Yani oshxonada bo'lsa bir elektrlik to'g'uchaq, to'q qozoni bor deydi. The cooker, yani aniq artikelni ishlatmaydi. The cooker is blue. Bu uçak bu qozon bo'lsa qanday rangda? Ko'k rangda. It is on the left. U bo'lsa so'l tarafga qo'yaylik. It is on the left. It is on the left. There is a table. Bu yerda bo'lsa bir stol bor. Stol bor. Nada? Şöyle bakın. Endi in the middle. In the middle yani qap o'ttirisda deydi. Qap o'ttirisda. There is a table. Bu yerda stol bor. In the middle. Qap o'ttirisda. Nani qap o'ttirisda? Of. Ning. The room. Uyninki qap o'ttirisda bir stol bor edi. There is a table. Nada? In the middle of. In the middle of.
And in the middle degan qap o'tirsa, ning, of, qap o'tirsa. Nimeniki? Of, ning, the room. Yani bu uyninki qap o'tirsa bir nimbakin ustal var degan. Yani jo'z var degan. There is a table. Or there is a bottle degan. There is a bottle. Bu yerda bo'lsa bir botolka var. Nede? On the table. Aşu ustalning ustida bo'lsa bir botolka var dedim. The bottle is empty. Bu botolka bo'lsa qanday ekan? Empty dedi. Quruq dedi. Empty degan oldingi darsimizda o'rganib bo'lgan. Empty degan quruq degan. Quruq hech nima yo'q degan. The bottle is empty. There is a cup. There is a cup. Bu yerda bo'lsa bir piyola bor. Ya'ni piyola dedi. Piyola bor. Nede? On the table. Tü. Nimish qilib bu tü dedi? Chunki ustalning ustida bir nim bor dedi. Uni deb qo'ygan. Nim bor ustalning ustida? Bottle var dedi. There is a bottle on the table deb qo'ygan. Ustalning ustida bir botolka var dedi. Endi ustalning ustida bir cup, ya'ni bir piyola bor demoqchi bo'lgan vaqtda tü olamiz. Nimishqa? Ustalning ustida yana bir piyola mu bor demoqchi edi. There is a cup on the table too. Yani ustalning ustida piyoladan birsin bor degan. The cup, bu piyola bo'lsa, is bo'lsa clean. Clean degan nima? Pokiz demoqchi. Clean, pokiz. Ovozim anlatamdi? Chiqimiz vaktimizda bu nima hozir dars anlatgan. Bo'pti, biriga bir o'pdik. Ovozim anlagan bo'lsa anlatib deydim, men sizga o'tib bir shap yo'q, men taqilib qolmasin. Ovozim bormi? Geldi ama anladık geldi. Sal keşif kaldım ustaza. Sorry. Shunda ham ovoz hech kim yo'q, shu ovozim bor yo'qmi, men quruq so'zlardan ma'noda hozirda. 26 ders keldi, 25 ders tugadi. Shuni oladi. 26 ders ham 25 darsdan mashqi, bu yerda where is it? Where degan gap nerede degan gap, is bo'lsa it, u degan narsa qartan where is it? Where is it desa u qayerda deganki, uni u yerda yoki bu yerda deymiz. Masalan, birinchi qilsak where is the cup? Where? And it degan the cup narsa qiladi. Where is the cup? The cup is on the table. Bunda Ama niye hükümet toplama bir dersi bunu bak bakça? resim ko'rsak endi. Chiqib o'tib turdi to'rdan. Bularni nimalar men ishni mashq qilsam, tag'in o'zingni mashq qilasan. There is a cup on the table. Bu yerda bir piyola bor. Bu piyola bo'lsa, neda? On the table. Ustalning ustida. Ya'ni ustalning ustida bir piyola bor. The cup is clean. Bu piyola bo'lsa, pok. And where is it? Where is it degan u nerda deganga. Where is it desa, u nerda. Endi buningki itning o'rniga cupni almashtirgan bo'lgan. Where is the cup? U piyola nerda? Piyola nerda degan. Endi piyola nerda? It is, yoki the cup is on the table. Tamam. Endi mana savol shaklida so'rasa bo'ladi. Endi mana mashqlar shu
buniki maqsadi there is bilan there are ni ondan onni mashq qilishlam. There is bu yerda bor. On ustida. Endi there is a cup on the table. The cup is clean. The cup is clean degani buni o'zinglar bilasizlar. Onun keyin qolganini o'zinglar ko'rib olsangiz bo'lganimiz. Refrigerator. There is a bottle. Ma in chiqibdi bu yerda. Sözlükni bir ko'ringlar. There deganga tayyor na degan. In degancha ichida degan gap. Ya'ni bir narsaning ichida. In bir narsaning ichida. Sen to'nglatning ichida, qozonning ichida, qochining ichida, uyning ichida degandek. Mening ichimda degandek. Mening ichim deganda. Shuningdek, in degan aşağı kelgan. Buni endi 600 resim qarasa 500 resimdan bor ekan. 5000 resim. Buni qarasanglar, there is a glass. There is a glass. Bu yerda bir nim bor. Nima demoqchi? Unutib qoldim. Glass meni oldim turdi bo'lmasa. Romka. There is a glass. Bu yerda bir romka bor. Nada? In the ichida. Nimning ichida? The cupboard. Cupboard no ashu piyal qo'ydigan yana ichida. Bu ishkabning ichida. The glass is empty. Bu romka bo'lsa quruq. And there is a knife on the table. Buni inkenmekto. Buni jangi bo'lsangiz. Endi bir sema endi 8000 resim qarasanglar, there is a bottle. Bu yerda bir botolka bor. Nada? In the refrigerator. To'nglatqining ichida. Refrigerator. Nada? To'nglatqining ichida bo'lsa, to'nglatqining ichida bir botolka bor. The bottle is full. Bu botol bo'lsa tushuk, ya'ni to'laqliq ichida to'laqliq bir nima bor. To'laq tushuk, ya'ni quruq emas demekchi. In ichida mushalatni ko'rasan. In bilan onning farqi. On ustida tegishib turgan ustida. Incho ichida deydi. Tegishib turamda, tegishmay turamda ish qilib ichida. In bo'ldi. Masalan, 9000 resim qaralana, 10000 resim qaralsa, there is a pencil. Ba'zi bir qarindosh bor. Nada? On the desk. There's ustida bir qarindosh bor. The pencil is blunt. There is a spoon. Spoon degan qo'shiq degan. Bu yerda bir qo'shiq bor. Nada? In the cup. Piyolning ichida. The spoon is small. Bu qo'shiq bo'lsa kichik degan. Endi buni mashq qilsanglar, example give me book. Which book? Boshron book on the table degan. Ana give me a book. Book degandan miqdor so'z nima? Nimishqa? Bu ashbas so'z tavishdan boshqalarni kelgan emas. Ishlatgan miqdor so'z uchun. Give me a book. Which book? The bu nimikina bu? The book. The asho. Agar mana that book, the book deb asonan bo'laverdi, buni tushunmaslik yo'q. Which book desa, that book on the table. Bu istildan ustidagi. Yoki bo'lmasa the book on the table degan bo'laverdi. Qag'ini ash bo'yicha mashq qilasan. Give me a glass. Which glass? The empty one. The empty one. Endi yoki bo'lmasa that empty one. Bu quruqdan birni. Yoki bo'lmasa quruqni deydi. B qarasanglar, write sentence using these words. Yani sizden işiltan dedi. Refrigerator in the kitchen. White dedi. Bularni aşu öğrengen 25. dersde asasen there is a refrigerator in the kitchen. The refrigerator is white dedi. Cup on the table. Clean. There is a cup. Nede? On the table. İşte üstüde. The cup is handaq. The cup is clean degandik. Mush bo'yicha mashq qilasan bo'ldi. Endi 27 dars keldik. Mrs. Smith's living room dedi. Bayatdan qismi nima ajab jiqi vaqt ekan mana. Mas Smith degan xonimniki
Bayataqsi oshxonasi ekan. Endi nimasiga keldik? Living room, mehmonxonasiga keldik endi. Mrs. living room. Yani Sims xonimning yatak o'rni, mehmonxonasi degan. Living room degan gap mehmonxona degan gap, mehmonxonasi. Bunun so'zlikda qaraytili living room mehmonxona, near degan gap, near yaqin degan gap, yaqin. Yana birisi yunlab turgan demakchi. Masalan, so'ngdishib turgan deb qo'ydi Uyg'urcha, so'ngdishib turmoq degan gap, shu yaqin turmoq. Yana birisi bek yaqin turmushim bo'ldi. Masalan, where are you deb so'rasa, sen nerede deb so'rasa, where are deb so'rasa, I am near the station. Men bu bekatning atrofida, bekat yaqin yerda demakchi. O'sha. Yana birisi so'ngdishib turgan, ya'ni yaqin turgan. Odatda bo'ldi, tegishib tursin bo'laverdi. Chiqib tegishib tursinmi, yaqin tursinmi bo'layor, yaqin tegishib tursin bo'ladi. Yana birisi atrofida, ya'ni masalan bekat degan bir shaharga nisbatan kichik bo'ldi. Masalan, Istanbuldagi cho'ng bir bekatni desak, u Istanbul shahriga nisbatan kichik bo'ldi degan. Ashning atrofida, masalan, bek uzoq ketmay, ashning atrofida bo'lgan bo'lsa, nima desa Istanbul bekatining atrofida yoki Istanbul bekatining oldida o'ng sharq chiqishi hizda yoki o'ng shimol chiqishi hizda degan. Ashdan degan. Ashda vaqtda near olamiz degan. Window degancha nima? Deriz degan gap. Onu demalay, 30 minutlar bitti. Onu demelip mümkün men davam ettiler. Bunda sual boşluğuna so'ragani. Men bir tushib chiqman hozir birdamla. Ma kompyuterdan infolar. Men nimani saqlab menayotgancha haqiqatan so'zlagan darsni. Şu her qitim 20 minut, 25 minutdan oshgan zamonlar ma o'zligidan kompyuter to'xtaydi-ku. Men unaylik to'xtab yig'inni oxirlashtirsam saqlamaydi ekan-ku. Şu hozir bir qitim oxirlashtirib men yana chiqman birdamla. Tamam. Olur.